Moskvadan ish qidirib yurgan aka opa singillarimizga bizda yana yangi Moskvadan ish bor. Eng qizig'i, sizlar xohlagan va sizlar kutgan har haftalik rashut. Ya'ni oyligi har bir haftada rashut. Xohlagan odam podработка qilib ishlashi mumkin, xohlagan odam постоянно ishlashi mumkin. Oyliklik, bez объем, smenalik, ruskiy firma официальный ish. Kimga mana shu ish qiziq bo'ladigan bo'lsa, albatta video boshidan birdaniga like bosamiz. Hamda shu videoni Moskvada ish qidirib yurgan aka opa singillarimizga tezda tarqatib qo'yamiz. Demak, bu ish haqida to'liq ma'lumot berishni boshladik. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana biz granitsa borib kelyapmiz. Mana borib kelyapmiz. Qanday borib kelyapsizlar? Zo'r. Voditelь zo'r. Hammasi Yaxshi. borib kelyapmiz, hammasi joyida. Mana hurmatli do'stlar, ko'rib turibsizlar, hamma o'zbek, tojik, qirg'iz akalarimiz granitsaga biz orqali chiqib kelishyapti. Kimga ishonchli mana shunday komfort mashinalarda granitsa xizmati kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu endi Ro'ziboy akamizga bemalol ekrandagi nomerlarga Zuhriddin Musofir kanalidan desanglar, albatta sizlarga skidka bilan inshaalloh komfort mashinalarda olib borib kelishadi. Eng muhimi, tanlovda adashmanglar. Avvalambor assalomu alaykum, Zuhriddin Musofir kanalini kuzatib borayotgan aziz obunachilarimiz, hammalarga xayrli kun deb qolamiz. Mana bugun 2-iyun dushanba 2025-yil. Mana bugun ajoyib yana yangi ish vakansiyalari ham Moskvada o'zidan ham oblast territoriyasidan bo'ladi. Biz hozir birinchi bo'lib Moskvada haqida gaplashamiz. Moskvaning metrolarida, hamma metroning yaqinida перекресток skalatida hozirgi kunda kompletoshnik hamda uborshiklar kerak. Erkaklar 18 dan 50 yoshgacha gruzchiklik vakansiyasi ham bor. Zborshiylik ham erkaklar ham ayollar. Kuniga 3300 zborshiylarniki. Har kunlik bez объем kuniga 3300 borib ishlab kelinadi. O'sha hamma metroda borda, Luxmanskiy bor, misol uchun Permayskiy bor, Izmailskiy bor. Xohlagan metroyingizga borib, yaqinida, uyingiz yaqinida bo'ladi, borib qatnab ishlab kelishingiz mumkin. Aytib o'tgandek, 18 yoshdan 50 yoshgacha erkaklar gruzchilar ishlasa bo'ladi. Gruzchiga ham bez объем. Telefon qilsanglar summasini kunliga necha puldan beradi, qaysi skalatda qanchaligini aytishadi. Minimum 90 rubl, 90 ming oylik ularniki ham. Kamida-da. Mana bu kompletoshik, ya'ni zborshik zakazlarniki esa smenasi 3300, bu minimum 99 ming rubl oylik degani. Kim yotoq joyi hamma narsa o'zingizdan bo'ladi, faqat forma beradi kompaniya, oylik beradi. Bir oyda 2 marta. Bir oyda 2 marta debman, uzr. Har hafta rashut. Bir oyda 4 marta to'g'ri keladi o'shanda. Xo'p, smenalik ish. Erkaklar ham, ayollar ham 18 dan 45 yoshgacha kompletoshiklar, 18 dan 50 yoshgacha gruzchiklar. Kimda Moskva dokumenti bo'ladigan bo'lsa, ofitsialni ish qidirib yurgan bo'lsanglar, mana ekranda nomer turibdi. Hozirroq aloqaga chiqib, bugundan ishni boshlashinglar bo'ladi. Joylar soni cheklangan. Aynan mana shu skalatlarimizda joylar soni aniq kam. Shuning uchun o'z o'rningizni band qilish uchun tezda ekrandagi nomerlarga hozirroq aloqaga chiqasizlar degan umidaman. Mana shu videoni albatta maksimal tarqatib qo'yinglar. Musofirda qiynalib yurgan akalarimiz bo'ladigan bo'lsa, opalarimiz bo'ladigan bo'lsa, shu video orqali ishli bo'lib ketsa ajab emas. Sog' bo'linglar, omonlar, sizlar bilan har doimdek Zuhriddin Musofir bo'ldi. Moskva oblastida yurgan hamyonlarimiz diqqatiga, kimga 3 oy bazada turadigan registratsiya xizmati kerak bo'ladigan bo'lsa, eng ishonchli va 3 oy bazada turadigan 100% kafolatli Avaz akamizni men sizlarga tavsiya etaman. Turda dogovor kerakmi, уведомление xizmatlari kerakmi, nima xizmat kerak bo'ladigan bo'lsa, iltimos biz aytgan, biz tavsiya qilgan insonlarga murojaat qilsangiz, hech qachon aldanib qolmaysiz.